Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovning qizi Gulnora Karimova haqida afsuski bugun tongda noxush xabarlar e'lon qilindi. Marhumning haqqiga duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovani jurnalist Karim Bahriyevga bermoqchi bo'lgan. Buni Bahriyevning o'zi Lolazor podkastidagi suhbati davomida eslab o'tdi. Karim Bahriyev 1962-yilda Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilgan. Taniqli jurnalist, yozuvchi, tarjimon, sobiq deputat, parlament a'zosi va siyosatchi. Suhbat davomida Karim Bahriyev Islom Karimov bilan bo'lgan uchrashuvlarini esladi. Ismat Xushevning kitobida shunday gaplar bor. Karim 5 marta Islom Karimov bilan uchrashgan, lekin tafsilotlarni hech kimga aytmaydi. Bir-ikkita detallarni aytganman. Buning nozik taraflari bor. Bir chetiq chiqib qolib, gaplar ham tarqatib yuborishdi-ku. Gulnorani olasan degan ekan Islom Karimov deb. Masalan, shunaqa voqea bo'lgan, lekin shuni 30 yilcha hech kimga aytmadim, dedi jurnalist. Ammo sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umurzoqov Karim Bahriyev haqida yozgan maqolasida ushbu voqeani yodga olgan. Shunga o'xshash turli tuman gaplar ko'p bo'lgan. Bu odamning nega menga mehri tushganini bilmayman. Men rad qildim, chunki toshkentlik bir qizga uylanyapman. Islom Abdug'aniyevich dedim, dedi Bahriyev. Islom Karimov qizi Gulnora Karimovani universitetni bitirib kelayotganini aytib, unga uylanish haqida gapirgan. Ammo Karim Bahriyev boshqa bir qizga uylanayotganini sovchilar orasida davlat maslahatchilari Mavlon Umurzoqov, Xayrulla Jo'rayev, o'sha vaqtda devonda konsultant bo'lib ishlagan yozuvchi Abduqahhor Ibrohimov borganligini aytgan. Islom Abdug'aniyevich Karimov Karim Bahriyevga: "Mayli, baxtli bo'lgin. Men to'yingga borsam, qo'riqchilarim to'yingni xunob qilib tashlaydi", deb fotiha berdi. Shu bilan bu gap shu joyda qoldi. 30 yil davomida hech kimga aytmadim, lekin Mavlon Umurzoqovning yozishicha shunday ekan. Islom Karimov uni chaqirib, "Men seni kadrovik iqtisodchi desam, sen qo'shmachi ekansan-ku", degan. Shundan keyin Mansur Maqsudiy Erkin Vohidovning qiziga sovchi yuborgan. Shoir qizini Amerikaga O'zbekistondan tashqariga bermasligini aytgan. Keyin ular Gulnora Karimovaga sovchi qo'ygan va to'y bo'lib ketgan. Mansur Maqsudiy amerikalik biznesmen bo'lib, birinchi prezidentning qizi bilan turmush qurgan va 10 yil birga yashagan. Turmushlari buzilgach, unga va ukasiga tegishli bo'lgan O'zbekistondagi barcha mulklari tortib olingan. Ularning Coca-Cola Bottlers O'zbekiston qo'shma korxonasidagi ulushi esa vositachi firma orqali Shvetsariyadagi Zeromax kompaniyasiga o'tkazilgan. Gulnora Karimova esa 2015-yili 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini tayinlangan. 2019-yilda esa u koloniyaga o'tkazilgan edi. 2019-yil martda esa Toshkent shahar sudi hukmi bilan Gulnora Karimovaga 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangandi. Jazo muddatini 2015-yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilangan, deyiladi xabarda.